Hurmatli mijozlar, fe'limizdan o'rnatib oldik. Chiroyli qilib idealni bo'ldi. Mana akkuratni teshib, mana kirishgachalarni qo'ydik. Ishimizni sifatiga baho berasizlar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa qilib ko'rasizlar. Ishlarni zo'r qilib bitirib beramiz. Hozirgi tashqi blokni o'rnatamiz. Mana hurmatli mijozlar, agregatimizni ham tashqariga o'rnatib oldik. Idealni zo'r chiqdi. Agregatlarimiz. Xudo xolasa endi vakuum jarayonini boshlaymiz. Immer konditsionerimiz 12 talik. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa qilib ko'rasizlar. Ishlarni zo'r qilib bitirib beramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir nasib etsa vakuum jarayonini boshlaymiz. Vakuum nasosimiz. Mana hurmatli mijozlar, vakuum jarayonini ham boshladik. Vakuum qilinyapti. Yanlarni o'rnatib oldik. Minusga qarab yaqinlashyapti. Vakuum nasos. Mana hurmatli mijozlar, konditsionerimizni ham qo'yib oldik. 20 gradusga qo'ydik. Sovitishlari zo'r. Ideal qilib bilan joylashtirib berdik. Xizmatlar bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. Ishlarni zo'r qilib bitirib beramiz akalar. Telegram, Instagram kanallariga obuna bo'lishni unutmanglar. Ishlarimizni kuzatib boringlar. Undan ham qiziq videolarni xudo xolasa qo'yib boramiz. Montajlarni. Ishlashlari zo'r. Immer konditsioneri. Mana bu pultlari. Hozir tashqi agregatdan ko'rsatamiz. Mana hurmatli mijozlar, agregatimizni ham ishlatib oldik. Mana zakonni joylashtirib zo'r qilib berdik mijozimizga. Agregatimiz ishlashlari zo'r вообще. Mana shu xonadonimizga o'rnatib berdik. Xizmatlar bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. İşlaringizga omad, charchamanglar akalar. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Nasib etsa xudo xolasa montajlarni zo'rlarini ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar.